Hammaga assalomu alaykum. Ismim Ilhom. Shu elektrika kanalini yurg'izaman. Kasbim elektrik asli. Kamera va konditsioner ham o'rnataman. Bu murojaatim kommentariyalarda yaxshi fikrlar bo'lyapti. Rahmat podashka qilayotganlar uchun. Aytmoqchimanki, kimdir nimani bilmasa, bilgandan so'rash kerak deb o'ylayman. Tushunyapsizlarmi? Agar nimanidir bilmasanglar, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Qo'limdan kelgancha, bilganimcha yordam beraman. Haligi zo'r unaqa professional deb men o'zimni maqtamayman. Qo'limdan kelgan ish. 8 yildan beri, Xudoga shukr, ish faoliyatimni olib boraman. Hamma joyda, Xudoga shukr, ishim udachniy chiqyapti. Hali biron joyda pand berib, parod qilib qo'ygan joyim yo'q. Bilmagan odam so'rash kerak, chunki meni ham shu boshida o'zimdan katta bilganlardan hamma narsani so'rab, o'rganib shu darajaga yetishganman. Haligi Alisher Navoiyimizda bir gapi bor edi. Qaysi gapi edi deydi-ki, o'rganmagan o'ziga zolim deydi-ku. O'rganish kerak o'shaning uchun. Bilgandan so'rab o'rgansa odam oldinroqqa intiladi, ilmi kuchayadi. O'shaning uchun so'rash kerak. Bemalol murojaat qilib so'rashlaringiz mumkin. Xudo xohlasa o'sha bo'yicha vaqt topib video qilib berishga harakat qilaman. Faqat sizlardan poddashka boshqa narsa so'rayman, bilasizlar. Keyin yana bitta savolga javob berib ketaman. Nimaga shunaqa videolar qo'yasiz, nomeringizni qoldirmaysiz? Reklamami bu, nima bu debdilar. Aka, nomerimni qo'yardim, to'g'risi. Qo'yganimdan to'g'risi ma'no yo'q. Hozircha endi Xudo xohlasa katta firma qilib ishlab chiqish niyatlarimiz bor. O'shanda Xudo xohlasa qo'yamiz nomerlarni ham. Keyin bemalol murojaatga chiqaverasizlar. Hozircha shu. Hozir baribir ishim juda ham ko'p. O'zimizda prosta butun viloyat bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab ishlab borib kelishga to'g'risi kuchim yetmaydi. Odamim ham kam, unaqa ko'p emas. Shuning uchun hozircha shunaqa videolar bilan cheklanib turibmiz. Xudo xohlasa masshtabli videolarni plan qilib turibman. Oldinda butun boshlayman, zdaniyani noldan oxirigacha bo'lishini hammasini qo'yib borishga harakat qilamiz. Xo'p, shu gap. Bilmaganlaringizni so'ranglar. Bilganlar uchun emas bu video. Ishlaringizdan chiqmasin, hayt kerak emas. Bilganlar uchun emas. Bilganlar bemalol o'zlari ishlaringizni davom ettirishlaringiz mumkin. Bilmagan narsalarni so'ranglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ishlaringizga omad.